Xolajon, bizni klinikamizga kelganingizdagi shikoyatlaringiz? Endi klinikalaringga men shifo izlab keldim. Birinchi navbatda yurak yetishmovchiligi davlina bilan, kuchli davlina bilan keyin nervlarda shamollash bilan keldim-da qizim. Kelganimda davlinalarim 160 edi. Nervlarda juda og'riqlar kuchli edi. Mana hozir 120 ga 80 ga tushdi. Nervlardagi og'riqlar qoldi. Ahvolim juda ham yaxshi, ishtahalar yaxshi. Ishqilib yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti-da, Allohga shukr. Xolajon, bizni klinikamiz hamda vrachlarimiz haqida Hmm. o'z fikringiz? Klinikalaringga munosabatim juda ham yaxshi qizim. Avvalambor klinikamiz rahbari Sardorjonga katta rahmat aytaman. Ularning qo'l ostidagi ishchilari, kardiolog vrachimiz Shamsiddinjon, nervatolog vrachimiz Umidjon, hamshiralarimizdan Zulayho, ginekologimiz Xurshidxon, qizlarimizdan hamshira qizlarimiz Zarnigorxon. Ular juda ham chiroyli mehnatlar qilishyapti. Juda ham xursandmiz. Oshpazlarimizdan yana bitta ajoyib qizimiz bor. U qizimizni ham qo'llari juda ham shirin ekan. Chiroyli ovqatlarimizni qilib, 2 mahaldan ovqatlarimizni vaqtida berishyapti. Ukollarimizni vaqtida qilishadi. Shirin so'z birinchi o'rinda. Xushmuomala. Xonalar toza, pokiza. Hamma yoq joy-joyida qizim. Kelib bemorlar, boshqa bemorlar ham kelib mana shu yerda ham sanatoriya, ham davolash maskani ekan. Men juda ham xursandman bundan. Barhavo, so'lim joylarga joylashgan. Havosi toza ekan birinchi o'rinda. Nima deydi, kasalni birinchi o'rinda nima tarbiyalaydi, davolaydi. Shifokorning shirin so'zi. Joyimizni so'limligi, havosini tozaligi. Qolaversa keyin dori-darmonlar qizim. Men hammasidan xursandman.